hukumatining Turkiyaga istixborot xodimlarini avatganlik haqida gap so'zlar tarqaldi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan Turkiyadagi Komusan tashkiloti tomonidan Istanbul Fatihda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashgandan keyin bir Uyg'ur ashxonasiga borgan bir qancha Uyg'ur ayol Xitoy josuslarga o'xshaydigan noma'lum uch kishining savol-so'roq va tahdidlariga duch kelgan. Oxirida atrofdagilarning diqqatini tortishi sababli bu uch kishi hopla-shapla g'oyib bo'lgan. Yaqinda Sharqiy Turkistonga borgan va orqadan izdireksiz yo'qolib ketgan Xitoy fotograf Lu Gangning qo'lga ilinganligi o'tirg'a chiqdi. Amerikaning Nyu-York shahrida yashayotgan ayoli Shu Shaoli Xitoy soqchilarining o'ziga erdan qo'lga ilinganligini eg'izcha uqtirganligini aytdi. Lu Gangning advokati Xitoy doiralarining uning bilan ko'rishga ruxsat qilmaganligini va Qashqar soqchi doiralarining ko'rish talabiga inkos qaytarmaganligini bildirdi. Lu Gangning qayerda tutib turilayotganligi noma'lum. Uyg'ur media Istiqlol televiziyasining mas'uli doktor Abduvaris Xotan Malayziyada elib berayotgan ziyorati jarayonida nutqlari bilan dunyoga dong chiqargan Tinchlik televiziyasining qurg'uvchisi Zakir Naik bilan ko'rishdi. Uchrashuvda uningga Sharqiy Turkistonning vaziyati va Xitoy yig'ilish lagerlari haqida ma'lumot berildi. Tramp hukumati Xitoyga qarshi umumyuzlik urush e'lon qilishga tayyorlanmoqda. Bu haqda ministerliklar va davlat organlarining oxirgi tayyorlikni qilayotganligi va tunji qadamning Amerika Adliya ministerligi tomonidan etilganligi aytilmoqda. Washingtonning nishondagi tunji organning Xitoyning davlat bexatarlik ministerligi ekanligi bildirilmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Kanada fuqarolari Michael Spavor va Michael Cowen haqida davlat bexatarligiga tahdid degan gumon bilan tekshirish olib berayotganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Lu Gang Kanadalik savdogar va korxonchi Michael Spavor haqida Leoning o'lkasi Dandong davlat bexatarlik idorasi, sobiq diplomat Michael Cowen haqida bo'lsa, Beijing davlat bexatarlik idorasi tekshirish olib berayotganligini bildirdi. Virgin Galactic şirketi yaşam günü qo'yib bergan yo'lovchi olam kemasi uchishni muvaffaqiyatli tamomlab muvaffaqiyatli qo'ndi. Olam sayohatchiligida tunji bo'lib qadam olgan bu shirkat buning bilan xaridorlarni olam bo'shlig'iga olib chiqishga texmi bir qadam yaqinlashdi. Toshig'ichi aeroplan olam kemasi 2 nomli bu raketani taxminan 13700 egizlikda qo'yib bergan. Sekund ichida bu raketa otilib 82 kilometrdan egiz bir nuqtaga chiqqan. Olam kemasi ovoz tezligining 2,5 metrga yetib berib, qaytadan atmosferaga kirgan va bir qancha minut ichida yer yuziga muvaffaqiyat qo'lgan.